Xalisa Pişoqtam salondagi barliq azizlar qandoqlar yaxshimi? Bugun o'tmoqchi bo'lgan yangi bir darsligimiz oilada rang pes qilishni o'rganamiz. Endi buning kerakli bo'lgan materiallar, to'yandagidek materiallar ketadi. Oldi bilan biz shuningga 500 gram unimizni cho'ngroq kelgan javorimizga elib turib, undan qazda tuzdan yana 3 gram atrofida tuz quyib turib, xamirimizni sovuq suv bilan yo'g'irib olsanglar bo'ldi, yana normal suvlar bilan. Buni xamirimizniki bo'shliqni qilishni holati bo'ladi. Buni 1,5 soat atrofida tindirib, biroz mashg'ulot olib berish uchun qulaylik qilish uchun 1,5 soat atrofida tindiramiz va sovuq suvdan xonimlar buni ustiga qo'yamiz. 5 minut turg'izimiz jumla shu holat bo'yicha. Andan keyin sovuq suvda mush holat quyib turib 5 minut to'shqandan keyin buni siqamiz. Yana shu usul bo'yicha siqsanglar bo'ldi. Butun kuchinglar bilan siqsizlar jumla xonimlar. Buni ham ma'qul shakl bo'yicha siqib bo'lgan aralashmamizni ma'vu yana bir pokiz kelgan qachimizga olamiz. Ustiga mushna holat bo'yicha azozdan pokizini suv quyib 7-8 qatim atrofida quyib turib buni suzildirib olamiz. Endi buni suzildirib olgandan keyin menjanga mushna holat bo'yicha chiqadi. Ana degan qasi buni bir pokiz kelganda qachimizga ep qo'yib turib, mana ondan keyin mani 3 soatdan 4 soat atrofida tindiramiz, qisiq bo'lgan o'zimizni. Ana degan ma'vu menjanga bir 2 gramdan 1 gramgacha ximik turishni selib turib, buni ma'qul holat bo'yicha jimbilimizda pishirib olamiz. Endi buni pishgandan keyin bir salqin yerga qo'yib turib buni sovutamiz. Sovigandan keyin qo'limizda mushuna holat bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Chiroyli holatda menjamiz tayyor bo'ldi. Ana degan suvni tayyorlaymiz. Bajal, ondan keyin qasi zanjivil, xushbiroq yupurma, xo'ajal, yana badiyana, xushyan deb qo'yamiz. Badiyana solamiz va 10-15 minut atrofida qaynatamiz. Qaynagandan keyin buni sovutishga qo'yamiz xonimlar. Ana degan qasi yiliqi o'zimiz 3-4 soat to'shqandan keyin buningki suyini, ustiga suzilgan suyini ma'qul holat bo'yicha to'kib o'tamiz va qilib qolgan yana aralashmamizni sal quyoqroq holatga keladi. Buni cho'ki bilan yaxshi holatda aralashtirib, undan keyin mani ustiga ma'qul holat bo'yicha suzib o'tamiz. Suzilgandan keyin buni pishirishga boshlasak bo'ladi. Cho'mishimizda ma'qul holatga nefis kelgan yana leginimizga elib turib, buniki xonimlar qaynayotgan qaynoq suvning ustiga buni 30 minut atrofida mushnalat bo'yicha turg'izimiz. Biroz qetishgandan keyin buni suzildi. Undan keyin qolsa ustini 2 minutdan 3 minutgacha yepib turib, to'g'aqni pishirib elib olamiz. Mana qaranglar, xonimlar pishgandan keyin o'zligidan ko'pidi. Ko'pgandan keyin buni endi sovuq suvning ustiga olamiz. Mana sovuq suvning ustiga oldik. Undan keyin qolsa buningga qasqanimizni ma'qul shakl bo'yicha maylab, mushu sovuq suvdagi men yana ma'vorang bezimizni ma'qul shakl bo'yicha elib olamiz. Qaranglar xonimlar, buning nepizligi mushnalat bo'yicha bo'ladi. Shunchalik o'zgacha qo'longlarni ma'qul shakl bo'yicha olsanglarmi bir xil qo'longlar ko'rinib turdi. Endi ustini maylaymiz. Maylab bo'lgandan keyin yana ustiga qatma-qat qilib turib olsanglar bo'ldi. Yana xushbiroq mayl bilan maylasanglar bo'ldi. Chaplashib qolmaslik uchun mana qaranglar, mana bekbayziya. Qo'longlarni ko'rinib turdi. Mushna bo'lsa, rang pizani o'xshagan bo'ldi. Endi biz buni qatma-qat qilib turib pishirib olamiz. Pishirib olgandan keyin hammasini mana holat bo'yicha endi pichoqni yoki qing'iraqni kelib turib, ma'qul shakl bo'yicha kesib olamiz. Endi buni kesib, xonimlar bir chiroyli kelgan taqsimizga olamiz yoki qachimizga, anandagi menjangni, tarxamakni, do'yani, andan qizilmushni, andan keyin qolsa ustiga tongni, yo'q tayyorlagan anda shiangsu, ya'ni achchiq suv, shangchudin solamiz, ya'ni ozroq miqdorda tuz va o'zimiz aytgan lozim solamiz xonimlar. Lozimni selib oldik, undan keyin qolsa yana buni cho'k bilan yaxshi holatda aralashtirib, o'zimizning iste'mol ahvoliga qarab turib, chiroyli kelgan taqsimlarga elib turib, xonimlar ustiga yana shu xosing meg'izninki o'sha qada to'g'ralg'ini qo'yib turib, iste'mol qilsanglar bo'ladi. Shuning bilan darsimiz tamom.